Hop, assalomu alaykum hammaga, kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan How USD ni tahlil qilib chiqamiz, ya'ni keyingi hafta uchun bozorni tahlil qilamiz. Kattaroq time framedan boshlaydigan bo'lsak, misol uchun haftalik time frameimizda bizda haftalik time frameimizda bozor trendni buyda ozgina korreksiya va yana o'sish davom etmoqda. Kunlik time frameimizga olib ko'radigan bo'lsak, bizda ko'rgan bo'lsanglar, yangiligimizda ham foizimiz stavkalari tushdi. Bu dollarda inflyatsiya bo'lgani uchun ham tillaga ijobiy ta'sir qiladi. Ya'ni tillamiz ijobiy ta'sir qilsa, tillamizga o'sish davom etadi degani. Bizda tillamiz maksimumni olish uchun harakatni boshlab olgan. Maksimumimizni ham belgilab qo'yamiz. Va bu yerda bizda kunlik time frameimizda trend shakllangan. Kanal deb olsak bo'ladi. Biz buni kanal deb o'zgartirib olsak. Bizda maksimumimiz shakllantirilgan va maksimumimizni target qilib olgan hozirda How USD. Buni yechish uchun tepaga harakat qilyapti. Va bizda tepadagi kanalimiz bor. Shu joylarda orqaga razvorot kutaman men. Shaxsan o'zimning fikrim, orqaga razvorot va bizda SNR zona shakllangan. Shu SNR zonamizgacha keyin sel kutaman. Ungacha fikrim buyda, faqat buy side'da yetishimiz kerak. Biz bularda endi ko'rinishini bir kunlik olib turadigan bo'lsak, chasida ko'rinmay tursa. Buniki ham bir kunlikda tursa bo'ldi. Demak, bizda to'g'ri ekan. Bir soatlikda kuzatadigan bo'lsak, bizda maksimumimiz shakllangan dedik. Va men bu yerda yana bir narsani kuzatdim. Bozor konsolidatsiyadan chiqdi va bizga yana trend shakllantirib beryapti. Bizda bu yerda kengayib boruvchi trendni ko'rsak bo'ladi. Xo'sh. Buni maksimumlarni birlashtirib olamiz. Va bizda kengayib boruvchi trend bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin, kechagi impulsdan keyin ham bozor biz kengayib boruvchi trend liniyamizdan tepaga yana reaksiya olgan. Va biz yana nimani kutamiz? Albatta, fikrimiz buyda bo'lgani uchun biz faqat buy ishlaymiz va bu yerda bizda bitta zonamizni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu SNR zonamiz. Bozor bu yerda ozgina ko'tarilishga ham, tushishga ham qiynalgan. Va yana ko'radigan narsamiz, xo'sh, bu zonani oladigan bo'lsak, 95-80 atrofidan bozor pastga reaksiya berib, yana tepaga buy side tomon reaksiya olishi mumkin yoki turgan joyidan buy side tomon reaksiya olishi mumkin. Va kunlik time frame'dagi kanalimizdan reaksiya olishini kutaman. Kunlik time frame'imizda kanal buy side yechiladi va 4420-4430 lar orasidan orqaga yana reaksiya ko'rishimiz mumkin. Ungacha faqat buy ishlashingizni maslahat beraman. Xo'p, hammaga xayr. Bizni kuzatishda davom etinglar.